Assalomu alaykum azizlarim. Filadelfiyada mana kunda ikkinchi closing bo'lyapti. Mana orqamda turgan uy 1967-yil qurilgan uyimiz. Holati juda ham zo'r. Birinchi plyusi, ikkinchi plyusi Samarqand mahallasining sentrida joylashgan. O'rta maktab, boshlang'ich maktab reytinglari ham zo'r, restoranlarga hammasiga yaqin. Tabriklayman. Va eng zo'ri juda ham gabarit katta. Har bitta etaji qarib 800 kvadrat futdan bo'lyapti. Agroti juda ham katta. Tabriklaymiz Umidjon aka. Rahmat kattakon sizga. Rahmat. Sizni jamoangizga ham kattakon rahmat. Sizga ham rahmat ishonganingiz uchun. Bir ko'rishda mana shu taklif qildingiz. Menga yoqdi. Mahalla tinch, ko'chalar kengish, yomoshlar ham katta joy. Uyda remontlar ham yaxshi. Rahmat sizga. Rahmat sizga, jamoangizga kattakon rahmat. Yaxshi ishlab berdilaringiz. Uyda protsessi juda tez bo'ldi. Hammasi uchun kattakon rahmat. Sizga ham juda qutlug' bo'lsin. To'ydagilar xudo xolisa, arzimagan bo'lsa ham sovg'ani olib qo'yasiz. Rahmat kattakon. Shundagada uy olingizlar, telefon beradi. Azizlar, agar sizlar ham uy olmoqchi bo'lsanglar, kutmanglar. Chunki qancha kutsanglar, uyda narxi burgutga o'xshab ko'tarilib ketaveradi. Bu uylar mana 19-20-yilda o'zim 260 minglarga olardim. Mana narxi qancha 450-470 ming bo'lib ketdi. Agar yana 5 yil kutsalaring, xudo biladi 600 mingga chiqib ketadi. Shuncha tez uyda olinglar, bizga telefon. Ishlarga omad. Mana uyga e'tibor beringlar, gabaritiga. Filadelfiyada mana side lotlari ham katta ko'ryapsizlar. Agrotin yoni ham juda katta. Qarib 1800 kvadrat fut tepadagi ikkita etajning o'zi, pastlari ham nima? Agrotga e'tibor beringlar. Juda ham farzandlar maza qilib o'ynaydi. Unaqa oq zabordan bitta qo'ysanglar, chiraylantirib, juda ham zo'r. Mana orqaga naves qilsa ham bo'ladi. Zo'r uy. Bugun bitta vatandoshimizga nomiga o'tkazib beramiz, xudo xolasa. Sizlarga ham uy kerak bo'lsa, bo'yli kompaktni, arzonroq 3 ta 4 ta farzand bilan mana shunaqa uylar olsanglar bo'ladi.